shaxsiy ma'lumotlarni phishing saytga yuklaydi va identifikatsiyadan o'tadi. Yana hisobidan bir necha bor pul o'tkazadi. Elektron tarzda 5000 AQSh dollari hisobida kredit rasmiylashtirishadi. Umumiy hisobda 8100 AQSh dollariga o'ljani uxlatishadi. Bugungi mavzu phishing. Phishing bu kiberjinoyatchilar tomonidan foydalanuvchilarning maxfiy ma'lumotlarini o'g'irlashga qaratilgan hujum turi. Bizga murojaatda fuqaro X ga Telegram messenjeri orqali trading qilish taklifi beriladi va ishontiriladi. Shaxsiy ma'lumotlarni phishing saytga yuklaydi va identifikatsiyadan o'tadi. Hisobini to'ldiradi. Foyda 14000 dollarga yetganida uni hisobidan yechmoqchi bo'ladi. Biroq yechilmaydi. Sababini esa komissiyaga pul mablag'i yetmasligi deb ko'rsatishadi. Fuqaro X yana hisobidan bir necha bor pul o'tkazadi. Hayratlanarlisi shundaki, umumiy hisobda 3100 AQSh dollarini birja hisobiga emas, balki boshqa shaxsga biriktirilgan jismoniy bank kartasiga yuboradi. Bu hali boshlanishi. Saytga kiritilgan shaxsiy ma'lumotlar va identifikatsiya orqali xakerlar bank orqali unga elektron tarzda 5000 AQSh dollari hisobida kredit rasmiylashtirishadi. Umumiy hisobda 8100 AQSh dollariga o'ljani uxlatishadi. Bundan ko'rinib turibdiki, hozirgi zamonda kiberxavfsizlik va hattoki o'zining shaxsiy ma'lumotlarini himoya qilishni bilmaslik yo'q joydan moddiy va ma'naviy boyliklariga putur yetkazishiga olib kelyapti. Hozirda vodiyda yagona bo'lgan kiberxavfsizlik o'quv kursi 3-Renessans Uzbekistan IT akademiyasida tashkil qilingan. Bizga qo'shil va haqiqiy haqiqatni angla.